Farzandingizni zo'r baholarda Urganch shahridagi eng kuchli repetitorlarda o'qitishni xohlaysizlarmi? Men Urganch shahridagi Ziyo akademiyaga keldim. Bu yerda yangilik kids gruppalari tashkil etildi. Bilasizlar, Ziyo akademiyaning asoschisi Hamid Domilla 30 yildan ortiq yoshlara bilim bergan kuchli repetitor hozirgi kunda o'zini kids gruppalarini tashkil etilganini e'lon qilyaptilar. Bu yerga kelsangiz, toza sharoitlari ega bo'lgan, hamma usloviyalari bor bo'lgan, IELTSdan kami 8 balla ega bo'lgan, xalqaro sertifikatlari ega repetitorlar sizlarning bolalaringizga dars o'tadi. Yozgi ta'til boshlanayotir. Bolangiz qisqa muddatni ichida obunachilar 1 yillik bilimni atigi 3 oyning ichida bosqichma-bosqich daraja asosida o'rganishni istasangiz, bizning kids gruppalarimizga berishingizni tavsiya etaman. Chunki hozirgi kunda obunachilar Cambridge o'quv qo'llanmalari asosida interaktiv o'yinlar bilan yana har doim bosqichma-bosqich imtihonlar, testlari bilan farzandlarini ta'limdan o'quv markazlari sanog'li. Aynan sizlar uchun Ziyo akademiyada shunday sharoitlar yaratilgan. Bu yerga farzandingiz zerikib qolmaydi. Har xil interaktiv o'yinlar orqali ularni ingliz tilini qiziqmayman degan bolalaringizdan qiziqtirib, zo'r etib o'rgatadilar. 7 yoshdan katta hamma kelishi mumkin bu yerga, chunki 1-sinfdan 4-sinfgacha kids gruppalar, 5-sinfdan 7-sinfgacha teens gruppalar va undan 7-sinfdan yuqori katta gruppalarda sizlar bolalaringizga dars o'tadilar. Aynan bu yerda obunachilar bir qo'llanmani 1 yil davomida o'tmaydilar. 3 oydan bosqichma-bosqich darajalari ko'tarib boriladi va zo'r yeri bolangizni qaysidir bir olimpiadalarda, imtihonlarda topshirish uchun to'lov qilib o'tirmaysiz. Shu o'rin o'zida besplatni har xil imtihonlar o'tkazilib, bolangizni bilimi ko'zingiz oldida ko'rsatib beriladi. Aynan bu o'quv markazining boshqa yerdan farqini aytib o'taman. CELTA sertifikatini ega bo'lgan xalqaro toifadagi o'qituvchilar, aynan IELTSdan 8 olgan o'qituvchilar sizlarning farzandlaringizga ingliz tilidan dars o'tadilar. 7-sinfdan katta bolalaringiz bo'ladigan bo'lsa, 0 dan boshlab sizlarning farzandlaringizni 0 IELTS sertifikat olishlarini qisqa muddatlarda kafolat beradilar. Hamid Narimov desa o'zi ko'pchilik til adabiyot bo'yicha eng nomer 1 repetitor deb biladi. Hozirgi kunda oktyabr-noyabr oyidagi milliy sertifikatda til adabiyotdan tayyorlanish bo'yicha qabul davom qilib turibdi obunachilar. E'tibor berganingizdek talab dum yuqori. Manzilimiz obunachilar Urganch shahrimizda. Bu tarafda Olimpiya stadioni yonidan kelaverasizlar. To'g'rimizda Xorazm Umra jamiyati bor. To'g'risida Ziyo akademiyada yozib qo'ydilar. Telefon raqam profillarini qoldiramiz. Bu yangilikni ingliz tili, til adabiyotdan 7 yoshdan 70 yoshgacha zo'r repetitor, aynan o'quv markazi qarab yurganlari tez yuborib qo'yamiz. Farzandingizni zo'r baholarda Urganch shahridagi eng kuchli repetitorlarda o'qitishni xohlaysizlarmi? Men Urganch shahridagi Ziyo akademiyaga keldim. Bu yerda yangilik kids gruppalari tashkil etildi. Bilasizlar, Ziyo akademiyaning asoschisi Hamid Domilla 30 yildan ortiq yoshlara bilim bergan kuchli repetitor hozirgi kunda o'zini kids gruppalarini tashkil etilganini e'lon qilyaptilar. Bu yerga kelsangiz, toza sharoitlari ega bo'lgan, hamma usloviyalari bor bo'lgan, IELTSdan kami 8 balla ega bo'lgan, xalqaro sertifikatlari ega repetitorlar sizlarning bolalaringizga dars o'tadi. Yozgi ta'til boshlanayotir. Bolangiz qisqa muddatni ichida obunachilar 1 yillik bilimni atigi 3 oyning ichida bosqichma-bosqich daraja asosida o'rganishni istasangiz, bizning kids gruppalarimizga berishingizni tavsiya etaman. Chunki hozirgi kunda obunachilar Cambridge o'quv qo'llanmalari asosida interaktiv o'yinlar bilan yana har doim bosqichma-bosqich imtihonlar, testlari bilan farzandlarini ta'limdan o'quv markazlari sanog'li. Aynan sizlar uchun Ziyo akademiyada shunday sharoitlar yaratilgan. Bu yerga farzandingiz zerikib qolmaydi. Har xil interaktiv o'yinlar orqali ularni ingliz tilini qiziqmayman degan bolalaringizdan qiziqtirib, zo'r etib o'rgatadilar. 7 yoshdan katta hamma kelishi mumkin bu yerga, chunki 1-sinfdan 4-sinfgacha kids gruppalar, 5-sinfdan 7-sinfgacha teens gruppalar va undan 7-sinfdan yuqori katta gruppalarda sizlar bolalaringizga dars o'tadilar. Aynan bu yerda obunachilar bir qo'llanmani 1 yil davomida o'tmaydilar.
3 aydan basqıçma-basqıç dərəcələri kütərib barladı və zor yeri balanızı qaysidir bir olimpiadalarda, imtahanlarda tapşırış üçün to'lov qilib o'tirmaysiz. Şurun özündə besplatni hər xil imtahanlar o'tkazilib, balanızın bilimi gözünüz oldida ko'rsatib beriladi. Aynan bu o'quv markazini boshqa yerdan farqini aytib o'taman. CELTA sertifikatına ega bo'lgan xalqaro toifadagi o'qituvchilar, aynan IELTS'dan 8 olgan o'qituvchilar sizlarni farzandlaringizga ingliz tilindən ders ötədilər. 7 sınıfdan katta ballarınız bo'ladigan bo'lsa, 0 dan boshlab sizlarni farzandlaringizni 0 IELTS sertifikat alışlarına qisqa muddatlarda kafolat beradilar. Hamid Narimov desa o'zi ko'pchilik til adabiyot bo'yicha eng nomeradin repetitor deb biladi. Hozirgi kunda oktyabr, noyabr oyidagi milliy sertifikatda til adabiyotdan tayyorlanish bo'yicha qabul davom qilib turibdi. Obunachilar, e'tibor berganingizdek talab dum yuqori. Manzilimiz obunachilar Urganch shahrimizda. Bu tarafda Olimpiya stadioni yonidan kelaverasizlar. Doğrumuzda Xorazm Umra jamiyati bor. Doğrusunda Ziyo Akademiyada yozib qo'yibdilar. Telefon rakam profillerini kaldıramiz. Bu yangilikni ingliz tili, til adabiyotdan 7 yoshdan 70 yoshgacha zo'r repetitor, aynan o'quv markazi qarab yurganlari tez yuborib qo'yamiz.